bir bemor xotinini orzu havasiga mos to'y qilaman deb ikkita buyragidan ayrildi. Klinikamizga bir bemor murojaat qilib keldi. O'rta yoshdagi erkak kishi. Shikoyatlari umumiy holsizlik, o'sha boshda og'riq, charchoq bilan Toshkent shahriga viloyatdan ishlash uchun kelgan ekan. Ahvoli sal og'irlashgani uchun shifokorga ko'rinaylik klinikaga kirgan. Bu nimadan dalolat beradi? Bemorda sidik kelishi butunlay to'xtab qolib, ikkita buyragi butunlay ishlashdan to'xtagan, buyraklar ishlamayapti. Bemor o'zi buni bilmagan, bilmay qolyapti. To'satdan shunaqa holat sodir bo'lib qolyapti. Bemordan so'rab surishtirsak, oldindan qon bosimi oshib yurgan, bu shikoyatlar sekin-sekin paydo bo'lgan, lekin sog'lig'iga e'tibor bermagan. Nega sog'lig'ingizga e'tibor bermadingiz? Nega shu vaqtgacha shifokorga ko'rinmadingiz desak, to'y qildim, to'yga xarajat ko'payib ketdi, to'yni dabdabali qilib yubordim, ko'p xarajat qilib yubordim deydi. Nega unday qildingiz? Sal bundayroq qilib sog'lig'ingizga xarajat bo'lmaydi desa, xotinim qo'ymadi. Xotinimni talablari ko'payib ketdi, shu tufayli ko'p xarajat qilib, ozgina qarzlar ham bo'lib qoldim. Natijada Toshkent shahriga ishlash uchun keldim o'zim. Lekin ahvolim og'irlashib qoldi. Endi holat nima bo'ldi? Bemor ikkita buyragidan ayrildi. U bemorni biz reanimatsiyaga, dializ muolajasiga yo'naltirdik. Natijada bemor endi faqat buyrak vazifasini sun'iy buyrak apparati, dializ apparati bilan bajaradi. Qonini olib, tozalab, qayta quyilib turadi. Sizni fikringiz qanday? Sog'liq muhimmi yoki to'y? Sizda ham shunday sog'lig'iga bee'tibor bo'lgan tanishlaringiz bormi? Bu videoni ularga yuborib qo'ying.